Hamma manti bir xil deb o'ylasangiz adashasiz. Bugun men sizlarga uyg'urcha ta'mi og'zingizda qoladigan, mazali, shirali chiqadigan uyg'urcha manti retseptini beraman. Ekranga yaqin joylashib olib, diqqat bilan kuzating. Uyg'urcha mantimizda birinchi o'rinda xamir asosiy rol o'ynagani sababli yarim yoki 1 soat oldin xamirni yesib olamiz. Birinchi o'rinda xamirga e'tibor berib, mayda-mayda 20 grammdan zuvalishchalarga bo'lib olamiz. Xamir yoyayotganimizda asosan o'rtasini emas, chekkasini yoyishimiz kerak. O'shanda chiroyliroq chiqadi. Unlarni qoqib endi nachinkasini tayyorlashga o'tamiz. Mantimizning sochning chiqishi bu nachinkasiga bog'liq bo'ladi. Piyozni ham juda ham maydalab chiroyli qilib to'g'rab olamiz, chunki ichida yo'q bo'lib ketishi kerak pishayotganda. Nachinkalarni to'g'rab olib, uni ketidan tuz, kashnich, murch solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Biz tugilishi ham juda ham oson, buning uchun juda ham e'tibor bilan kuzating. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ana. Albatta qo'limga e'tibor bermagan holatda mantimga e'tibor berasiz va baho berasiz. 1 dan 10 gacha baholab keting. Aytgancha retseptimni saqlab qo'ymasangiz afsus qilishingiz aniq.